26-dekabr Shahrisabzga yetib keldik va 90 million so'mlik do'konni o'z egasiga topshirdik, xudo xolasa. Bu do'konimiz eslasanglar 23-dekabr kuni chiqib ketgan Kattaqo'rg'ondan Shahrisabzga qarab, mana 4 ta ustamiz, xudo xolasa mana 60 kvadratli do'konni 3 kunda, bor yo'g'i 3 kunda tugatib berdi, xudo xolasa. Bu do'konimiz sandwich paneldan alyumin profil, qo'lda M1, qo'shla tunikafon, fonli antrazit akfa. Ramalar mana 8 ga 8 profil, taglarigacha fonli asosiy qismi 8 ga 8 profil. Mana. Sandwichni ham ko'rsataylik-ki. Mana bu 7,5 lik sandwich panel, issiq sovuqqa o'ta darajada chidamli. Tepa ham stiklovata, pena plus, nima deydi? 2 qavat utepleniya bo'lgan, devorlar mana sandwich panel 100%, orqa taraf. To'rttadan oshiq-moshiq bakvatidan qo'yilgan. Polimiz MDF 5 tonna yukka garantiya beraman. Mana sandwich panelda ikki taraf. Tepa firma bo'lgan tep-tekis 6 metr eniga, uzunligi 10 metrmi? Uzunligi 10 metr. 60 kvadratli ko'chma do'konimiz. Mana egasiga xohlasa topshirib oldik. Kimga shunaqa yangi ko'chma do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, kelishtirib respublika bo'ylab dastlab ko'rsatib qilib beraman. Rahmat, sog' bo'ling.